O'n bolani qara. Otasiga mehribonligini. Rahmat. Ko'rdingmi? Rahmat. Bunchalik mehribonligidan katta o'g'ilga o'xshayapti. Katta o'g'il bo'lsa kerak. Ko'proq kichkina o'g'ilga ham o'xshayapti-da. Katta o'g'il mehribonroq bo'ladi otaga. 100% katta o'g'il. Bola, men aniq ishonyapman, aniq kichkina o'g'il 100% javob beraman. Shunaqami? Meni ber. Ana meni? Qara. Kimni gapi noto'g'ri chiqsa, mana shu eng qimmat narsadan ikkita olib beradi. Kelishdingmi? Bo'ldi, kelishdik. Hozir so'rab ko'ramiz. Aka, uzr, bir narsani so'rasam maylimi? Do'stim bilan tortishib qoldik. Otangizga qilayotgan mehribonchiligingizni ko'rib, men katta o'g'il bo'lsa kerak dedim. Do'stim kichkina o'g'il dedi. Shunga aytib oling, o'zingiz katta o'g'ilmisiz, kichkina o'g'ilmisiz? Bu odam meni otam emas. Amakingizmi-la? Yo'q, amakim emas. Shunchalik mehribonchilik qilyapsiz, kimingiz bo'ladi bu odam? Bu odam shunchaki otamni do'sti. Aka yoqmish shahar. Rahmat. Turding bo'lmasa, Ovqat yemoymizmi? biz ham otamizni olib kelib birgalashib yeymiz. Ket. Otasini do'stiga shunchalik mehr ko'rsatyapti. Biz bo'lsa otamizni qachon bunaqa restoranlarga olib kelganimiz esimizda ham yo'q. Sizchi? Siz otangizni biron marta shunday bejirim restoranga olib kelganmisiz? Kommentariyada izohlarni kutib qolamiz.